55 ming dollar 3 xonali kvartira Sergeli Yangi Hayot tumani 10-hududda joylashgan, yonida maktab, bog'cha, bolalar maydonchasi, hamma sharoitlari bor ekan. 16 qavatli domimizni 10-qavatidan bo'ladi. Har tomonlama yaxshi, sababi ikkitadan liftlari bor. Bilasizlar, 16 qavatli domlarda ikkitadan liftlar bo'ladi. Birinchi xonamizni ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa yotoqxona sifatida foydalansangiz bo'ladi. Remontlari ham yaxshi holatda. Agar xohlasanglar, o'zingiz uchun yana bir marta remont qilib olsanglar bo'ladi. Ikkinchi xonani ko'rishingiz mumkin. Hamma xonada radiatorlari bor. Endi 3-xonaga kiramiz. Bu xonamiz nisbatan kattaroq bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, mehmonxona sifatida foydalansak, har tomonlama yaxshi. O'rtoqlar, nima deysizlar? Narxiga arziydimi bu kvartira? Xo'p, endi bu tarafda uyimizni oshxonasini sizlarga ko'rsatib beramiz. Balkonga ham chiqsak bo'ladi. Mana shunaqa mebellar qilib tayyor qilib qo'yilgan ekan. Albatta mebellari qoladi. Va uyimizni narxi aytib o'tganimda 55 ming dollar, yana ozgina o'tib beriladigan joyi bo'ladi. Va uyimizni sanuzel qismi, e'tiboringiz uchun rahmat.